Lekin sizlarga men bor arzon yem to'p qo'yaman. Kelar. Qo'ylarga makkani shunaqa qilib beramanki, meni qo'ylarim bir kunda 300 grammdan. Xo'p, sizlarga arzon yem bor dedim-ku, protein kunjoradan kuchli. Lekiga narxi 3,5 ming so'm. Kunjoradan protein tomonidan kuchli. Mana bitta olib kelinglar. Kimdir qo'ylarga makkani mana shunday butunicha beradi. Kimdir esa drablika qilib beradi. Ha, kimdirlar esa suvga bo'ktirib beradi. Men esa qo'ylarga makkani shunaqa qilib beramanki, meni qo'ylarim bir kunda 300 grammdan. Ba'zilari esa 500 gramm, ya'ni oyga 10 kilodan 15 kilogacha semiryapti. Qanaqa qilib semiryapti qo'ylaringiz? Bizniki esa semirmayapti. Qurbonliqqacha rosa semirtirishga harakat qildik-ku, lekin semirma degan akalarimizga bugun momenti keldi videoni qo'ylarimga o'zim yem tayyorlayapman. Shuni hozir sizlarga jivoy ko'rsatib beraman. Qo'ylarimiz bizga ko'rsatgan operator shu qo'ylarimizni bir 6 oycha oldin 3 million so'mdan olganmiz. Bunisini ham ko'ring. 3 milliondan olganmiz. Hozir xudo xolis 6 milliondan tevasdagi qo'ylarimiz. Akalar, videoga bitta like bosib, videoni oxirigacha ko'rib turing. Hozirgi videomiz qo'y boqish to'g'risi bo'lmaydi. Qo'ylarga uy sharoitida kilosi 5000 so'mdan vitaminlari qo'shib, hammasini qo'shib turib arzon yem tayyorlash yo'lini ko'rsataman. Lekin sizlarga men bor arzon yem to'p qo'yaman. Kilosi 3,5 ming so'mdan. Qo'ylarimizga bemalol protein hisobida bersa bo'ladi. Mana shu qo'yimiz ham bu qo'yimiz ham yaqinda olganmiz. Bunga ham bir 5 oycha, 6 oycha bo'lib qoldi. Buni 3 million 100 ming ham olgandik. Oxirgi bu ham o'zgarishlar zo'r bo'lyapti. Akalar, bo'lmasa biz ketdik. Hozir sizlarga chiroyli video qilib beraman. Xo'p, bo'lmasa kelavering operator. Kakiras hozir makka chiqaryapti turuvdim. Makkani mana shunaqa palatkalarda chan chiqmasligi uchun-da, mana makkani bitta ko'rsatingda. Makka o'zimiz dehqonchilik bor. Makka bizga hozir 4 ming so'mdan to'g'ri keladi. Kilosi 4 mingga ham borib bormayman. Hozir mana yerda drablikada chiqarib oldim. Xo'p, sizlarga arzon yem bor dedim-ku, protein kunjoradan kuchli. Lekiga narxi 3,5 ming so'm. Kunjoradan protein tomonidan kuchli. Mana bitta olib keling operator. Simichkani Shirota Qozog'istondan keladi. Mana proteini 30% gacha chiqadi. Simichka shuni qo'shib, belafo, soda, kalsiylar qo'shib turib, sizlarga hozir chiroyli yem tayyorlab beraman. Hozir qancha qo'shildi, necha foiz qo'shildi, shu to'g'risida ham to'liq ma'lumot berib o'taman. Xo'p, drablikamizda o'sha katta setkasini qo'yganmiz. Mana shu holatda chiqaryapti. Hozir ko'rsataymi sizga? Mana shu holatda bersangiz bo'laveradi qo'ylarga. Yorma shaklda. Hozir bitta drablika to'g'risida ham ma'lumot berib ketaman. Akalar, ishonchli drablika bu. Hozir bitta yurgizib ko'rayin-da. Mana nagrushkani berib ishlayapman. Akalar, soatiga 3 kilo chiqaraveradi bemalol. Oxirlab chiqdi. Mana yerda ham chiqyapti. Ne sababi uchun ba'zan mana mana akalar, xudo xolisa drablikadan makkamizni chiqarib oldik. Hozir ko'rsataman sizlarga qanday holatda chiqqanini. Bitta ko'rib baho berasizlar o'zlari. Voh. Chan chiqarmaydigan palatkani bo'linib ham ketdi. O'zi bu Legoga o'xshab yig'iladi akalar, chan chiqarmaydigan palatka. Xo'p, bu yerda hozir 150 kilo makka chiqarib oldik.
mutlaqo olib turaylik. Mana shu drabilkamizda hop 150 kilo makkani chiqarib oldik. Mana buni bitta ko'ringlar-da. O'ta dahshat qiladi. Yorma shaklda qo'y bemalol hazm qilaveradi akalar. Zo'r. Hop, drabilka to'g'risida ma'lumot beraysam, bu drabilkamiz Toastmaster drabilkasi. Hop, tavsiya qilaman. O'zim ham olib kelib ishlatyapman mana. Xudo xolisa. Aluminlik, shu 6,5 yozgan 4 kilovat chiqaradi. Narxi 2,5 million so'm. Bu O'zbekistonda dastlabkasi mutlaqdiki. 5 ta setga qo'shib beradi. Bittasi qolib ketibdi. Bitta qo'yga, bitta molga, bitta buzoqlarga mana o'sha un qilib beradi. Bitta o'zi turibdi, yorma qilib beradi. Dastlabkasi butun O'zbekiston bo'ylab drabilka deb turib nomerini qo'yib ketaman. Ishonchli, sifatli mana. Soatiga 300 kilo chiqar ekan akalar. Bir pasda chiqarib bo'lagansiz. Hop, endi biz simichka shirotini qo'shamiz hozir. Pauza qilib tur. Hop, shunaqa yaratib olamiz. Hop, bu drabilkamiz somonni ham o'ta mayin qilib chiqaradi. Mayin qilib chiqarib beradi. Selus deysizmi, somon deysizmi, hamma narsani chiqaraveradi. Universal drabilka bo'ladi. 1 yil garantiyasi bor, ayniqsa bor. 1 yil garantiyasi bor. Yozma tartibda. 1 yil yozma tartibda garantiya berishadi. Dastlabkasi mutlaq tekin. Hop, 150 kilo makkaga endi biz simichka shirotimizni qo'shamiz. 40 kilo. Raps ham qo'shamiz hozir. Mana. Simichkani shirotini qo'shamiz. Shu yemimizni hozir bizga 5000 so'mga ham borib bo'lmayapti-da. Juda dehqonchilik hisobiga 4,5 so'mga 4,5 ming ozgina o'tyapti. Hozir ozgina raps bor qo'shib yuboramiz. 10 kilocha. Raps shirot. Ko'ryapsizlarmi? O'ta ham dahshat yem bo'ladi qo'ylarga. Buni qaynatib bergandan ko'ra mana bunday qilib aralashtirib bergan yaxshi. Xo'p, hozir raps olib kelamiz. Xo'p, bunisi raps mana proteini o'sha 40%. O'zimizning chempion rapslardan. 10 kilo plus protein beruvchi ozuqasi 50 kilo bo'ldi-da. Xulosa bashida hozir 200 kilo yem bo'ldi. 200 kilo yem hosil bo'ldi. 200 kilo yemga 3 kilo velifus qo'shamiz. Jadvalni qo'yib qo'yaman shu yerda. Jadval orqali tayyorlab bersanglar ham bo'laveradi o'zlari. Lekin buni tayyori ham bor. Tayyorni olsalar ham arzon tushamikin sal. Tayyor qo'shilgan bo'ladi. Buni drabilkada buni 3 fazasini qo'y ko'plar, 3 fazasini yoki bu drabilka nima chiqdi bundan? Paraqasiga. Xo'p, mashina narsa ertamandan kechgacha chiqarsalaring 1 tonnadan oshiq chiqaradi. Bemalol chiqarib, 1 tonna chiqarib olib turib, yormasini chiqaradi bundan, yormasini. Lekin unini 500 kilo atrofida chiqaradi. Hozir bunga o'sha 3 kilo velifus qo'shamiz. Rasmini ham qo'yib ketaman, velifus mana. 3 kilo velifus qo'shamiz. Hammasiga aralash keladi. 3 kilo velifus. Bu Germaniyadan keltirilgan. Endi qo'ylarimizni baylab boqqanimizdan keyin tabiatdan oladigan mineral, vitaminlarini biz yetkazib berishimiz kerak-da. Bu ham shu tog'lardan olingan, Germaniyaning tog'laridan olingan, giyohlardan olingan velifus mineral ozuqasi. O'zi ko'pchilik juda yaxshi biladi qo'y ekan. Xo'p, buni suvda bo'ladi mana. 1 kilo suvda 1 kilo kalsiyni aralashtirib yubordik. 2 kilo. Suvdamiz bilan kalsiyimiz ozgina kam bo'lib qoldi. 1,5 kilodan qo'shib yuborsa bo'laveradi. Xudo xolisa yaqinroq olib keling operator. Xudo xolisa zo'r yem tayyor bo'ldi-da mana. Buni suvdamiz sal bashi bu peshovoy suvda, Erondan keladi. O'zimiz suvda ham bo'laveradi. O'zimiz suvda sal qimmatroq tushadi. Buni kilosi 10 ming so'm, o'zimiz suvdamizni kilosi 10 ming bo'lsa, o'zimiz suvdamizni 700 gramm 10 ming. Buniki 1 kilosi 10 ming hisoblanadi.
Qo'g'rashlarni olib tashlaymiz-da. Xudo xolisa hozir bizda 250 kilo yem tayyor bo'ldi mana shu yerda hozir. Biz qo'ylarimiz o'shanda hozir 1 kilodan yemayapti. 4tasi 4 kilo yemaydi bir kunda. Mana hozir endi aralashtirib ko'rsatib beraman sizlarga hozir chiroyli qilib. Biravlikamiz baqa olamizda. O'zimni qo'ylarimga yem tayyorlayapman. Sizlarga bir qisqacha video qilib qo'yay dedim. O bir 2 oy oldin bir tayyorlab ko'rsatgandim. Agar bunga meshalka bo'lsa bor-ku. Meshalkada shunday aralashtirsangiz, vashib dahshat bo'ladi akalar. On qaraylar. Mana qilib yaxshilab aralashtirib, xudo xolisa ichi ko'proq aralashtiriladi. Hop. Endi qaynatib yoki uvitib beratganlar bunday qilib bersa ham bo'ladi, effekti zo'r bo'lmaydi. O'zlarining vaqtlari yetgan bo'ladi. Mana qilib 4 ta qo'yib tayyorlab qo'yishlaring 2 oyga bemalol yetadi sizga. Endi har kun makkani qaynat, bug'doyni qaynat qilgandan ko'ra mana qilib bersalar, o'zing uydagilar ham qiynamaysizlar. O'zingiz ham qiynamaysiz. Shu bilan bu menga 2 oyga yetadi xudo xolisa. 50 kundan haqiqat yetadi. Chiroq aralashtirib qo'yaman. Qo'ylarim ham maza qilib yeydi. O'zi katta qo'y boqadigan akalarimiz ham ratsionga o'tib ketyapti. Internetda ko'ryapsizlar. Ratsion baribir yaxshi ekan deb chiqyapti. Katta bloger qo'y boqadigan akalarimiz ham, katta chorvador seleksiya qo'y boqadigan akalarimiz ham qaynatib berishdan yoki makkani o'zini berishdan qaynatib berish xatoligini bilib qolishdi akalar. Xudo xolisa vaqtlarni olmayman, shunday qilib aralashtiriladi. Aralashtirgandan keyin hop, selus bilan somonni aralashtirib turib, ertaman yarim kilo, kechqurun yarim kilo shu yemni shu terit qilib aralashtirib beramiz qo'ylarimizga. Bo'ldi. Ko'pchilik olib kelinglar yoqqa. Narsa deyishi mumkin. Bu sal yirik, o'tib ketishi mumkin deydi haligi. Axlatidan. Siz makkani butun beryapsiz-ku aka, biz yorma qilib beryapmiz. Bu makkamiz 4-5 ga bo'lingan mana. Ko'ryapsizmi? Hech ham axlatidan o'tmaydi. Zo'r. Bundan ortiq bug'doy o'tib ketadi, lekin butun bersa makka ham ko'p, bir 30-40% o'tib ketib qoladi. Ana bunday holatda beriladi akalar. Xo'p, bo'lmasa shu pastga jadvalni qo'yib qo'yaman, o'zlarim bemalol tayyorlab berishinglar mumkin. Agar drabilga kerak bo'ladigan bo'lsa, Choose Masterniki o'zim ham ishlatdim mana. Sinovdan o'tgan. Drabilga deb nomerlarni qo'yib ketaman. Bemalol olishinglar mumkin. Qo'ylarimizni bitta ko'rsatib berasizmi yana? Mana shu qo'ylarimizga mana shu yemdan yeydi mana. Bularga umuman qaynatib ham, ashadan ko'rsatdim orqada. Umuman qaynatib ham berilmagan mana. Mana shu qo'y ham ko'ra, umuman qaynatilgan makka yemagan. Mana shu qo'ylarimizdan 31 ga olganmiz. Hozir bu qo'ylarni xudo xolisa qurbonlik qilamiz buni. Zo'r semirdi. Xudo xolisa. Ko'rsatmaysiz. Mana bular ham. Bular 3 milliondan olganmiz, qaranglar. Qanaqangi bir oyoq og'rig'i degan narsalar bo'lmadi. Yemay qoldi degan narsalar yo'qda. Chunki ratsion bilan boqilgan qo'ylar zo'r bo'ladi. Bunisi ham mana. Bunisi ham zo'r. Ya'ni ikki bular hali tish chiqarmagan. O'zi bitta bash tish chiqargan. Shuni xudo xolisa yaxshi niyatda qurbonlik qilamiz. Xo'p, akalar, xudo xolisa qo'limdan kelganicha sizlarga o'zim kiyimga e'tibor bermaysizlar. O'zim uyimda tayyorlatgan yemni videosini chiqarishga harakat qildim. Albatta videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib turasizlar. Agar mana shunaqa yem tayyorlashim, molga ham chiqaring deydiganlar, kommentariyga yozib ketinglar. Keyingi safar o'zim ideal ko'rim bilan boqaman. Sizlar uchun o'sha makka bug'doylar olib kelib turib, molga ham tayyorlash yo'lini ko'rsatishim mumkin. Kommentariyada so'rasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.